Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Abdulla Qahhorning Ayb kimda nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Abdulla Qahhor hikoyalari teran, mazmun mohiyati, voqea tasvirining rang-barangligi hamda ifoda tilining ravonligi bilan ajralib turadi. Qaysi hikoyasini o'qimang, asar sujetidagi achchiq haqiqat hajv pardasiga shunday mohirona o'rab berilganki, ham kulasiz, ham kuyasiz. Adib asarlarining ta'sirchanligi va umrboqiyligi ham shundadir. Hukmingizga havola etilayotgan hikoyalar to'plami umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari uchun, akademik litsey hamda keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.